Imtiyoz belgilari. Imtiyoz belgilari chorrahada yoki yo'lning to'rash qismida kim-kimdan oldin o'tish, kim-kimga yo'l berish, ularni belgilab berish uchun ishlatiladi. Uncha ko'p emas, shuni tez aytib beraman. Undan keyin taqiqlovchi belgilarni syomka qilamiz. Chunki o'tib bo'ldik ularni. Taqiqlovchi belgilar tugatdik ham, lekin yarimgacha. Xo'p. Ikkinchi darajali yo'l bilan kesishuv. 2-3-1 ikkinchi darajali yo'l bilan kesishuv. Ya'ni imtiyoz belgilari. What the hell? Bu ham imtiyoz belgisiga kiradi. Chunki mana shu o'rtada ketayotgan, misol uchun siz katta yo'lda ketyapsiz, bular sizga yo'l beradi. Ya'ni chekkadan chiqayotganlar birinchi chap o'ngga qarab, keyin chiqadi. Siz yo'l berishingiz shart emas. Sizni imtiyozingiz bo'ladi. Bu o'zi sariq, bu yog'i oq bo'lish kerak edi. O'rtasi sariq, haligi ko'rib qolasizlar. Asosiy yo'l degani bu ham siz yo'l berishingiz kerak emas, siz imtiyozingiz bor degani ketaverasiz. Bu agar o'rtasi ham qora bo'lib bunday qilib qo'yishsa, bu asosiy yo'lni oxiri va shunda tugaydi degani. Bu kalasi asosiy yo'l bilan tutashuv. Ya'ni bu ham shu o'rtadagi yo'lda sizlarning imtiyozinglar bo'ladi. Chekkadan chiqayotganlar yo'l berib ketishga shart bo'ladi. Bu yo'l bering, ya'ni chorrahada chiqayotganda chap o'ngga chiqib, hammaga yo'l berganlikka ishonch hosil qilib, keyin chiqiladi. Xo'p, bu stop, to'xtamay o'tish taqiladi. Har doim to'xtash kerak bo'ladi. Prosta, masalan, postlarga kelganda aynan o'shani vodiylar, viloyatlar orasida stop bo'ladigan bo'lsa, unga to'xtash shart emas, sekinlasa bo'ladi, lekin qolganlarida to'xtab o'tish shart. Bu ro'parasida harakatlanishning ustunligi. Ya'ni ro'paradagi haydovchi harakatlanish ustunligi bo'lsa, misol uchun yo'l torayadigan bo'lsa, qizil, ya'ni har doim ikkita qizil bor. Shu qizillar yo'l berish kerak, bu narigisi bo'lsa o'tib ketaveradi degani. Misol uchun bu siz ketyapsiz, siz yo'lingiz torayapti, mana shu znak bor, qora birinchi o'tib ketadi, ya'ni u tarafdan kelayotgan odam birinchi o'tib ketishi kerak bo'ladi. Bu sizga imtiyoz. Misol uchun siz ketyapsiz, narigisi qizil, siz o'tib keta olasiz, unga mana shu znak bo'ladi, sizga mana shu, ya'ni o'tib keta olasiz degan znak bo'ladi. Bo'ldi, imtiyoz berish. Ozgina shu xolos.